Do'ykani zo'rini so'ramiz azarimiz uchun zo'rlari kelishda davom etadi. Aynan sizlar uchun Loropianadan yangilik do'ykamiz geldi. Pastda bir zamok, tepada bir zamok yakalanmış. Shana qilinglar. Dimbir akkuratni chiqqan bo'ladi. Kisagina agardan bo'lsak, kasoy karmalli. Plus ustunda bankasi bor. Kelgan vaqti вообще yana bir zo'r duradigan materiallardan taxlangan. Telari manjetli, ichini ko'ringlar. İçen polnya lüks bo'lyapti. Bunda bir kisasi bor, bu yan tarafdan bir kisasi tushgan bo'ladi. Bu usti içinden girmekka futbolka kerak desangiz, futbolkasini mashinani taxlab qo'yamiz. Kelaverasiz. Xudo xolasa, va albatta chalvuruna keladigan bo'lsak, chalvuram o'zini mas podsvetkada taxlangan. Arkadan shuni logotiplar tushirilgan, kasoyka mashkali bellar esa rezinkali varianti bo'ladi. Xohlasanizlar, Loropianadan sergina boshqacha modelimiz ham keldi. Chomnashin rasvetkada ishlangan, bu shu 2 zamokli kishalarni qaranglar. Yengilgina giyasiz qoliplar ham quchoqlab oladi sizni. Xudo xolasa, ichine keladigan bo'lsak, ichi ham akkurat ishlangan. Hech narsasi yo'q, bu tarafdan kisa tushgan bo'ladi. Buni ham futbolka kerak desangiz, futbolkasini ham taxlab beramiz. Buni chalvurin ichki bo'ladi desangiz, o'zini mas podsvetkada chomnashinida taxlangani bo'ladi. Aynan shu do'ykamizni yarkirak yo'qmi desangiz, yarki bezovsidan kelgan sotuvda bor. Xudo xolasa, kelasizlar, giyib ko'rasizlar, yoqdimi desangiz, ajoyib narxda taxlab beramiz. Futbolkasi ham beringlar desangiz, futbolka, sviter desangiz, sviter, rubashka desangiz, rubashkasini ham taxlaymiz. Va albatta bu ko'rdingiz, yana chalvuri bo'ladi. Dostavka O'zbekiston bo'yicha boramiz, Koreyada kutib qolamiz.